Assalomu alaykum, mana legendarniy подписчикам. Sizlar pizza qilish qiyin desanglar, nonushta uchun, zavtrak uchun mana bunaqa toster nonlardan zo'r bitta pizza qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozir retseptini 2 sekundda o'rgatib qo'yaman. Здравствуйте, мои легендарные подписчики. Если вы думаете, делать пиццу очень сложно, я научу вас делать пиццу из тостера за 2 sekunды. Mazali pizzamiz uchun birinchi olib sirni cho'rkadan chiqazib olamiz. Shunaqa granit listiga toster nonlarni terib chiqamiz. Pizza souslarini toster nonlarimiz ustiga surib chiqamiz. Bu sousni pizza retseptini o'rgatganimda o'rgatuvdim. Souslarimiz ustidan sirlarimizni sepamiz. Xohishga ko'ra sosiska, 3 xil bolgarskiy, olivka solamiz. Mana shunday qilib qizigan duxovkaga o'rta olovga 5-7 daqiqaga qo'yamiz. Ustidan yana sir seforamiz.